salkam 4 sotuq yerni sizga 73 ming dollarga ko'rsataman. Qani juda ham chiroyli narxi, salkam 20 mingdan ham aylanmayapti narxi. Nazarbek postdan 4 kilometr kirganingizda shundoq mana yo'ldan kelaverasiz. Yo'l yuzida joylashgan 3.7 sotuqlik yerimiz 73 ming dollarga sotilyapti. Lokatsiyani tushuntirdim. Endi ichkarini birga ko'rib chiqamiz. Yuring. Uyimizning ichkarisiga kirdik. Fasad uzunligi, qarang, tashqari fasad uzunligi 15 metr. Ichkariga 25 metr bo'ladi. Binolari eski, buzib tashlab boshqatdan quriladigan bo'ladi. Qarang, yo'lni yuzida, misol uchun biznes qilaman desangiz yoki bir zdaniya quraman desangiz zo'r variant bo'ladi. Narxi ham juda arzon. Kelajakda bo'tlar aniq ko'tarib ketadi. Sababi gaz, svet, suv hammasi bor, dokumentlar joyida. Bo'tga uchib sentr qilaman deysizmi yoki katta bir market, supermarket quraman deysizmi? Ikki etajli, birinchi etajda supermarket, ikkinchi etajda zal qilsangiz bo'ladi. Bu atrofda bunaqa katta supermarket, trenajyor zallarni men ko'rmadim. Yoki o'zingiz uchun uy quraman desangiz, yaxshi variant bo'ladi. Yo'l yuzidan 15 ga 25 fasadlari yoki kottej qurib, high-tech uslubida kottej qurib sotaman deydigan bo'lsangiz ham ikkita kottejni bemalol tushirsangiz bo'ladi. Qiziqqanlar uchun men pastda degan raqamni qoldiraman. Narxini aytdim, lokatsiyasini aytdim. Barcha to'liq ma'lumotlarni yana telefon raqami orqali olsangiz bo'ladi.